Assalomu alaykum texnika plus mijozlari. Bugun sizlar uchun 3 xil narxda, 3 xil modelda Ziffer xolodilnikimizni ko'rsatamiz. Budjetning o'rta premium klassdagi xolodilniklarimiz bo'ladi. Xo'p, oilam ro'zg'orim sal kichikroq, 5-6 kishiga yetadigan xolodilnikingiz faqat muz qirov yig'masin, nofrost bo'lsin deganlar uchun. Xo'p, Ziffer xolodilnikimiz 3 yil o'ziga 10 yil motoriga garantiyasi beriladi. Inverter motor pastoklarga bemalol ishlab beradi. Xo'p, oldi tablo sensorli bo'ladi. Tepani pastdan отдельный ligrovka qilsanglar bo'laveradi. Usti materiali ham qo'lda chiqib qolmaydigan materialdan bo'ladi. Kichkina bolali oilalarga zo'r variant. Bemalol ushlasa ham qo'lda izi chiqmaydi. Ichini ko'ramiz. Ichi ham ancha dizaynlari chiroyli. Xo'p, plastmassalari qoradan qilingan, 3 ta общий folkali bo'ladi. Tepaga pastga отдельный o'zingizlar mahsulotlar qo'yadigan qilib, ligrovka qilib ishlasanglar bo'laveradi. Bitta nolovoy zona svejiy mahsulotlar saqlash uchun bo'ladi. Bu xolodilnikimiz ko'rsanglar bo'laveradi. 235 kilovat yiliga tok rasxod qiladi. 190 litr xolodilniki, 49 litr pastki ob'yom bo'ladi. Morozinnik qismi, kraditsibel ovoz balandligi, kraditsibel ancha shovqin past degan hisoblanadi. Xo'p, morozilkasini ko'ramiz. Morozilka ham shunaqa qop-qora rangda bo'ladi. Ko'rsanglar bo'laveradi. Morozilkalarimiz ham yaxshi, kichkina ro'zg'orga bemalol yetadi. Xo'p, bu xolodilnikimizning narxini hozirgi kunda 4 million 300 ming so'mga qilib beryapmiz. Nofrost, qirolli emas. Nofrost eng minimal summalarda. Keyingi xolodilnikimiz Ziflerdan sal ob'yomi kattaroq bo'ladi. Bu ham inverterli motor, pastoklarga ishlab beraveradi. Xo'p, tepasini ko'ramiz. Tepasi 267 litr, 142 litr morozinnik, 41 desibel ovoz shovqini bo'ladi. 1 desibelga bu xolodilnikimizga qaraganda balandroq. Nimaga desanglar, ob'yom hisobiga. Bunimizda ham oldi tablo bo'ladi. Tepani pasti nolovoy zonani отдельный ligrovka qilsanglar bo'ladi. Yillik rasxod 358 kilovat. 1 yilda 358 kilovat, kuniga 5 so'm 600 so'm tok degani. A+ kategoriyasida ishlaydi. Xo'p, ichlari lekin ancha kattaroq bo'ladi bu xolodilnikimizda, ichiga chuqurroq ancha. Xo'p, bunimizda ham общий 1 2 3 ta polka, pastki polka bilan 4 ta, bitta nolovoy zona bo'ladi. Nolovoy zona ham ancha katta, ichkariga chuqur bo'lgani hisobiga bo'ladi. Xo'p, 3 ta yonboshda polkasi ham bo'ladi. Past qismi morozinnik bo'ladi. Morozilkamizni bittasi ochiq polka, qolganlari shunaqa yopiq polkali bo'ladi. Polkalarni ham ko'rsanglar, ichiga ancha chuqurroq, kattaroq ro'zg'orlarga bemalol yetadi. Xo'p, bu xolodilnikimizning razmeri N60, bo'yi 1.85 bo'ladi. Buniki ham bir xil. Keyingi ko'rsatadigan xolodilnikimiz buni ham razmeri bir xil. 1.85 bo'yi, N60 sm bo'ladi. Xo'p, bu xolodilnikimiz qora kalyonli oyna bo'ladi. Qirilib, chizilib, sinib ketmaydi. Xo'p, tepasi 271 litr, past 113 litr, ovoz balandligi 37 desibel, ancha shovqin pastroq degani. Yana ham pasaytiriladigan. O'zi 41 desibel ham shovqini pastroq bo'ladi. Lekin 37 desibel yana ham ishlayotgani bilinmasdan jim ishlab beradi. Xo'p, oldi shunaqa sensor, tablo bo'ladi. Tablodan bemalol tepa past boshqarsalar bo'laveradi. Yillik rasxod 430 kilovat bo'ladi 1 yilda. Bunimiz ham inverterli xolodilnik hisoblanadi, Nofrost. Xo'p, ichlarini ko'ramiz. Ichlari bo'lsa ancha katta, ichkariga chuqur qilingan. Xo'p, bunimizda ikkita nolovoy zona bo'ladi. Bemalol bir tomoniga meva, bir tomoniga go'sht olib saqlasanglar bo'ladi. Suv qo'yish uchun отдельный polkasi bor. Bunimizda ham shu bitta, ikkita, 3 ta polkamiz joylashgan. Yonboshda ham shunaqa 3 ta polkasi bor. Kattaroq ro'zg'orlar bemalol qoplab beradi, ishlayveradi. Morozilkasi ham 3 ta polkali bo'ladi. 3 polkasi ham yopiq. Bitta o'rtacha kichikroq, bitta o'rtada katta. Bemalol 10-15 kilo go'sht solib muzlasanglar bo'laveradi. Xo'p, shu 3 ta polkali. Xo'p, bu xolodilnikimizning narxi hozir 5 million 400 ming so'm. Bu xolodilnikimizning narxi 5 million 200 ming so'm. Bu xolodilnikimizning narxi 4 million 300 ming so'm. O'zim nomerlarimni pastga qo'yaman. Shunaqa xolodilniklar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.